Borasan, har bir erkak umrida 7 ta qabr kovlashi kerak, dedi otam jahl bilan. Qo'rqaman deb yursang, yuraverasan-da. Nimasidan qo'rqasan? O'ra kovlagansan-ku. Qabr ham o'raning o'zi. Tur, ketmonni ol-da jo'na. Fattohqul birga boradi. O'rgatadi hammasini. Noiloj ketmonni olib yo'lga tushdim. O'zi qayerda yozilgan ekan 7 ta qabr kovlash shart deb. Doktorxonaning yonida Fattohqul aka, Umarqul aka va amakimning o'g'li Azamatlar meni kutib turishibdi ekan. Ikkalamizning ham ko'zimizda bir xil ma'noni o'qish mumkin edi. Sen ham keldingmi? Fattohqul aka Qur'on tilovat qilgach, qabrning o'rnini belgiladi. Bo'yiga 2 metr, eniga 2 metr joyni qadamlab 4 ta kesakni qo'ydi. Ana shu yerni yelkalaringgacha chuqurlikda kovlanglar. Bizning angrayib turganimizni ko'rgan Umarqul aka ketmonni olib kovlashni boshladi. Men ham qo'limga ketmonni oldim. 2 soatlarda mo'ljallangan chuqurni kovladik. Bo'ladi, ayvoni bitdi. Baxtlaringga mulla boboning qabri yumshoq chiqdi. Bir qillarning qabrini kirga-yu misran bilan kovlaganmiz, dedi Fattohqul aka. Yuringlar, choy ichib biroz dam olasizlar. Keyin lahatni kovlashni boshlaymiz. O'likxonadan keltirib berishgan choynak va tugunni ko'tarib qabristondan tashqariga chiqdik. Qabristonda ovqat yeb bo'lmaydi, dedi. Mening nega tashqariga chiqqanimizga tushunmay, savol nazari bilan qaraganimni tushungan Fattohqul aka. Mulla bobo shunaqa derdi. Qo'llarimizni yuvib ovqatlanishga o'tirdik. Mulla bobo yaxshi odam edi, dedi Umarqul aka. Joyi jannatda bo'lsin. Ha, kim bu dunyoda bir masjidning qurilishida ishtirok etsa-yu, qaldirg'ochning uyasidek joyiga qo'li tegsa, Alloh unga jannatda o'sha masjid kattaligida bir qasrni bino qilib qo'yar ekan degan hadisni ko'p aytardilar mulla bobo. O'zlari butun boshli bir masjidni tikka qildilar. Inshaalloh jannati bo'ldilar. Ishning qiyini lahatni kovlash ekan. Oldin Umarqul aka ayvonning qiblaga qaragan devori tubining o'rtasidan bir odam kira oladigan qilib doira shaklida chuqur kovladi. Keyin chuqurga Fattohqul aka tushdi va dastasi kalta ketmoncha bilan bir odam bemalol yotadigan uzunlikda, egilibroq o'tira oladigan balandlikda lahatni kovlay boshladi. Umarqul aka Fattohqul aka kovlagan tuproqni ayvonga tortib olar, men tashqariga otar edim. Azamat men otgan tuproqlarni bir tekis qilib yoyardi. Bir gapni aytsam ishonmaysizlar, dedi tashqariga chiqqan Fattohqul aka. Lahatning ichi yorishib ketdi. Eng birinchi bo'lib Umarqul aka sakrab tushib lahatning ichiga qaradi. 100 talar qabr kovlagandirman. Bunaqa yorug' lahatni ko'rmaganman, dedi Umarqul aka va hayratdan hayqirib yubordi. Allohu akbar, Allohu akbar deb qaytardi Fattohqul aka ham. Azamat ikkalamiz ham tushib lahatning ichiga qaradik. Lahatning ichi tashqaridek yorug', xuddi shahardagi kechasi. Sutdek yonib turadigan chiroq yoqib qo'yilgandek edi. Janoza namozi peshin namozidan keyin o'qiladi. Qabrni kovlab tayyor qilganimizda hali peshingacha 1 soat bor edi. Bittang borib boboylarga xabar qil, dedi Fattohqul aka. Bu yerda bo'lgan voqeani odamlar bilsin. Qishloqqa men borib ko'rganlarimni otamga aytdim-u, ortimga qaytdim. Hademay qabristonni odam bosib ketdi. Eshitgan borki, kelib bir marta charog'on lahatni tomosha qilardi. Mayitni ham olib kelishdi. Mulla boboni charog'on lahatga qo'yishdi. Taborak tilovat qilingach, odat bo'yicha kimdir baland ovozda so'radi. Birodarlar, mulla bobomiz
qanday odam edi, yaxshi odam edi, jannati odam edi degan ovozlar eshitildi. Qabristondan chiqayotib otamning yig'layotganini ko'rdim. Otamga yetib oldim. Ancha vaqt indamay borgan otam yelkamga qo'lini qo'ydi. Sen bo'lsang qabr kovlashdan qo'rqaman deysan. Qori bobo o'lganda qabr kovlamoqchi bo'lganlar talashib, urushib ketayozdi. Rajab bilan Azamat boradi. Ular bittadan qabr kovlashdi. Yana 6 ta qabr kovlashlari kerak. Kattalardan Fattohqul bilan Rahmonqul boradi, dedi otam uzil-kesil qilib. Ammo talabgorlar va qarordan norozi bo'lib turganlarning ko'pligini ko'rib qo'shib qo'ydi. To'xtaning o'g'li, janjal qilma, sen ham bora qol. Doimgidek 4 kishi emas, bu gal 5 kishi bo'lib qabristonga jo'nadik. Qabr kovlash bekorga talash bo'lmagan ekan. Bugungi ko'rgan mo'jizamiz oldingisidan ham ziyoda bo'ldi. Lahatning ichi bu gal o'z-o'zidan yorug' bo'lmadi. 2 ta aniq yoritgich qabrni yoritib turdi. Qabr tayyor bo'lganda har birimiz tushib, bu 2 chiroqni rosa tomosha qildik. Chiroq ham deb bo'lmasdi ularni. 2 ta nuqta desak to'g'ri bo'lardi. Ana shu 2 nuqta lahatning u boshidan boshiga o'tib, bir-biri bilan joy almashib o'ynar. Lahat ichini projektorchalarga o'xshatib yoritardi. Rahmonqul aka mulla odam edi. Ko'p yig'ladi. Qori bobo olim odam edi. Odamlarga Qur'onni o'rgatar edi. Hadisni o'rgatar edi. Qur'on va hadis ikkisi 2 nur bo'lib Qori bobomdan oldin kelib u kishini kutib olyapti deb yig'ladi. Qori boboning go'riga Qori bobodan oldin Jalasoyning erkagi bittasi ham qolmay kirib chiqdi. Kirgan odam bu mo'jizani ko'rib yig'lab chiqar edi. Otam ham yig'lab chiqdi. Chiqib baland ovozda takbir aytdi va qishloqdoshlarga murojaat qildi. O birodarlar, qaysing o'lmay turib jannatliligingni bilay desang, qaysing ko'rib yorug' bo'lsin desang, qaysing go'rimda nur o'ynasin desang, Qori bobom qilgan ishni qil. Namozingni qoldirma. Qur'on o'qi, hadis o'qi. Qori boboning janozasidan keyin masjidimizga odam sig'may qoladigan, ayvonda, hovlida ham namoz o'qiladigan bo'ldi. Qori bobo o'lgandan 6 oy o'tib 7 ta qabr kovlashim lozimligi esimdan ham chiqib ketayozganda. Tolib o'rtog'imning otasi Ravshan aka o'ldi. Fattohqul aka men bormayman, onalab so'kkan meni debdi. Abduvali aka ham bormayman degan edi, otamning jahli chiqib ketdi. Ravshan qaysimizni so'kmagan, dedi otam qizishib. So'kardi deb yuvmasak, ko'mmasak, buni bolalari uyida olib o'tirsinmi? Borasan. Bolalarga ko'rsatib tursang bo'ldi, o'zlari kovlaydi. Ravshan nima bo'lsang ham Jalasoyning odami, o'ligi ko'chada qolmaydi. Bormasang o'zim boraman. Abduvali aka boradigan bo'ldi. Sunnat aka ham bizga qo'shildi. Qish yaqinlashib qolganidanmi, havo sovuqligidanmi ish qilib, qabr kovlanadigan yer qattiq chiqdi. Boshqa yerdan kovlab ko'rdik, foydasi bo'lmadi. Ayvonini kovlashga kirka ishlatdik. Lahadini kovlashda kalta misran ishlatdik. Ana shunda Fattohqul akaning birinchi qabr kovlashga borganimda aytgan gapi esimga tushdi. Bir xillarning qabrini kirka-yu misran bilan kovlar edik. Marhumni olib kelishganda ham hali lahad tayyor emasdi. Tobutni ko'tarib kelganlar biror soatcha qabristonda turib qolishdi. Iloji bo'lmasa, biz ham nima qilaylik? Ichkaridan toshlarni bo'laklab chiqarayotganimizni ko'rib turgan kattalar ham bir so'z aytmay kutib turishdi. Juda hayalladilaring o'g'lim, dedi ayvon tepasiga kelgan otam. Men lahad kovlayotgan edim. Boshimni chiqarib otamni emladim. Otam tushib, lahadga bosh suqdi-yu, astag'firulloh deb yubordi. Keyin sekin qulog'imga shivirladi. Birovga aytmanglar. Qop-qorong'u lahadning ichi chidab bo'lmaydigan darajada badbo'y edi. Odatda qabr kovlaganlar qabristondan eng oxirida chiqib ketishadi.
kirkayu misranlarni yig'ishtirib qo'yib ketmoqchi bo'layotgandim. Yangi qabr oldida tiz cho'kib turgan Tolibga ko'zim tushdi. Yoniga bordim. Hammasini eshitdim. Azamat aytdi jo'ra, dedi Tolib xafa bo'lib. Otamning o'zi yomon so'kar edi. Hammamizni so'kar edi. Nima deb so'kkanlarini birovga aytib bo'lmaydi. Onamni qizingni deb so'kardi. Mulla boboni ham so'kkandi. Mulla bobo so'kmang Ravshanboy, Xudoning qahri keladi deganda, Xudoingni ham deb so'kkandi-da. Astag'firulloh deb yubordim men ham. Rustamning o'ligini Rossiyadan temir tobutda olib kelishdi. Otaning qarg'ishi o'q deb bejizga aytishmas ekan. O'liging kelsin deb qarg'agan ekan Boymatchol. Boymatchol yuzi qoralikni ko'tara olmay o'tgan, yili o'lib ketgan edi. Yuzi qoralikka birovga aytsang ishonmaydi. Yuzi qoralikki birovga aytib bo'lmaydi. Boymatcholning uydagi qizi uyda o'tirib tug'ib qo'ydi. Tayoqdan o'lsa, shu uyda o'tirgan qiz barchin o'lardi. Bolamning otasi mol boqar Xayrulla debdi otasiga. Xayrulla mol boqqani bilan zakunchi ekan. Ekspertiz qilamiz deb turib oldi. Ekspertiza degani hammasini aniq ravshan qilib berdi. Bolaning otasi Rustam ekan. Tafsilotini ko'p ham bilmayman, ammo Boymatchol Rustamni o'shanda oq qilgan ekan. O'zi Rustam oldin ham 1-2 marta buzuq ayollar bilan gap so'z bo'luvdi. Boymatchol enam aymoqchi Barchinning bolasini bo'yninga osib uyidan haydab yubordi. Sharmandalikka chiday olmagan Rustam Rossiyaga ketib qolgan edi. Mana, kattalarning gapi bilan temir tobutni ochmasdan ko'madigan bo'lishdi. Kattalar borishmadi qabr kovlashga. 1-2 qilib kartoshkaga o'ra kovlaganday qilib kovlaysizlar bo'ladi. O'zlaring kovlab qo'yaveringlar, dedi otam. Bo'yi 2, eni 1 metrlik odam bo'yi o'rani Azamat ikkovimiz 1 soatda kovlab qo'ydik. Bizga choy olib kelgan Shavkat bir dunyo gap topib keldi. Akasi telefon qilib Rustamni kim o'ldirganini, qanday o'ldirganini aytibdi. Rustamni Moldovanlar o'zlarining millatidan bo'lgan qiz bilan ushlab olishib o'ldirishgan ekan. Qanday o'ldirishganini ham batafsil aytayotuvdi. Azamat uni haydab yubordi. Uyalmaysanmi? O'lganlar haqida shunaqa gaplarni aytgani. Tur yo'qol. Nemis ham qilmaydi unaqa ishni. Xullas, kartoshka o'raday qilib kovlangan qabrga temir tobuti ochilmay janoza o'qilgan murdani olib kelishib, tobut bilan ko'mishdi. Qanday odam demadi hech kim. Odamlar chiqib ketishayotganda men asboblarni yig'ishtirayotgan edim. Rustamning qabridan gup etgan bo'g'iq ovoz eshitildi. Hamma o'girilib qaradi. Ichkarida bir nima portladi deb o'yladim. Tobutning ichiga bomba qo'yib jo'natishgan ekan degan o'y keldi kallamga. Hamma qaytib keldi. Temir tobut ustiga tashlangan tuproq tashqariga sochilib ketgan. Tobut tashqariga chiqolmay qiyshayib turardi. Shivir-shivir boshlandi. Yer oqpadarni qabul qilmadi. Qabr hazar qildi undan. Qariyalarning gapi rost ekan. Qarg'ish urgandan qabr ham bezor ekan. Bas qilinglar, yomon deb jarga tashlab ketmaymiz-ku. Shu yomon ham o'zimizning yomonimiz, dedi otam jahl bilan. Undan ko'ra endi nima qilamiz, shundan gapiringlar. Tobutni ochib, risoladagidek ko'mishga qaror qilishdi. Boshqalar tesha, bolta topib kelishib, temir tobutni ochishga kirishdi. Biz yana qabr kovlashga tushdik. Boshqa yigitlar ham yordam berib, bir pasda qabrni tayyor qildik. Kattalar qolsin, yoshlar chetroqqa o'tib tursin, dedi otam tobutning qopqog'ini ochishayotganda. Azamat ikkalamiz qabrni tayyorlayotgan bo'lib, tobut ichiga mo'raladik. Mo'ralamasak yaxshiroq bo'larkan. Jasadning ahvoli. Ertalab Shavkat aytgan gaplar rost ekan. Azamat aytgan nemislar ham odamni buncha xorlamagandir. Ko'zlari o'yilgan, quloq burunlari va yana ayrim a'zolari kesib olingan edi. Jasad adyolga o'rab janoza o'qildi. Shunday qilib Rustamni 2 marta dafn qildik. Ertasiga otam bir gapni aytib qoldi.
Yovvoyi itlar jasadni kovlab olib, suyaklarni ham kemirib tashlashibdi. Itlardan qolgan qutgan suyaklarni terib olib ko'mib kelishibdi. Bir yigitni 3 marta ko'mishdi-ya. Astag'firulloh. Mahmudjon hoji boboni hamma hoji dada deydi. Butun boshli O'zbekistondan 2-3 kishi hajga boradigan, uning ham bittasi KGB xodimi bo'ladigan sho'ro zamonida hoji bo'lgan ekanlarda. Tumanda yagona hoji bizning qishloqdan deb kirilardik o'sha yillari. Hozir Xudoga shukr, qishlog'imizning o'zida 40 ga yaqin hoji bor. Hoji dada Makkadan bir jomadon mushka anbar olib kelgan ekanlar. Ziyoratiga kelgan barchani xushbo'y mushk bilan siylagan ekanlar. Keyin ham juma namozlariga kelgan kishilarning qo'llariga mushk surtish odatlari bo'lib qoldi. Ramazon oylarida har kuni taroveh namoziga kelgan katta-yu kichikning qo'liga mushk surtar. Boboylar bu o'ta xushbo'y atirni soqollariga, biz yoshlar esa yuzlarimizga surtar edik. Uyga qaytganimizda uydagilar hoji dadamni ko'ribsiz-da deyishardi. Bizdan ham xushbo'y mushk hidi taralib turardi-da. Hoji dadamning mushka anbarlari tugamaydimi deb hayron bo'lardim. Keyin bilsam hajga ketayotganlarga pul berib yuborar, hojilar hoji dadamga mushk olib kelishar ekan. Ana shunday go'zal odat sohibi bo'lgan halimlikda tengsiz hoji dadaning qabrini kovlash bizga nasib bo'ldi. Alloh hammaning niyatiga yarasha, amaliga yarasha mukofot berishiga yana bir bor amin bo'ldim. Lahatni kovlayotib hushimdan ketishimga ozgina qoldi. Meni mushka anbarning hidi mast qilgan edi. Lahatdan chiqayotgan bu mushkning hidi dunyoda bor bo'lgan biror hidga o'xshamas edi. Dunyodagi eng qimmat atir bu hidning oldida o'zining atirligini yo'qotar edi. Lahatga birma-bir bosh suqib chiqqan hojilar o'zlarining qilgan ishlaridan afsus qildilar. Ular o'zlarida bo'lgan barcha qimmat mushklarni olib kelib, janoza namozidan keyin hoji dadaning tobuti ustidan sepishgan ekan. Bizlar sepgan mushkning mushligi qolmadi, dedi Olimxon hoji ko'zlaridan yosh oqizib. Haqiqiy mushk bu yerda ekan. Biz sepgan mushklar qishloqdan qabrgacha hoji dadamning ruhlarini xushnud qildi xolos. Mana bu mushka anbar esa hoji dadamni qiyomatgacha xushnud etadi inshaalloh. Ishonamanki bu muattar anbar jannati naimdan kelayapti. Vallohu a'lam. Har bir kovlagan qabringda bir mo'jiza bor ekanda. Biror ayra alomati bo'lmagan qabr ham kovladingmi deb so'ramoqchi bo'lib turibsiz-a? So'rang, kovladim. Dunyoda borligi ham bilinmagan, dunyodan o'tgani ham bilinmagan insonlar Jalasoyda ham bor. Ana shunday insonlarga kovlagan qabrlarimiz haqida siz ham bilmay qo'ya qoling. Qolaversa, kovlashga men yuborilmagan qabrlar ham, men safarlarda bo'lganimda kovlangan qabrlar ham bo'ldi. Men allaqachon 7 ta qabr kovlab bo'lgandim. Erkak kishi 7 ta qabr kovlashi shart degan naqlning haqiqatini ham allaqachon tushunib yetgan edim. Endi o'zim ham shu gapni to'g'ri deb hisoblayman. 7 ta qabr kovlagan erkak 8-chisiga ham, 80-chisiga ham indamay ketaverar ekan. Bu bizning burchimiz. Burchimni bajaryapman, savob olyapman degan ishonch bilan ketaverar ekan. Ketmonini yelkaga tashlab 7 ta qabr kovlagan odamning dimog'idagi qurtlar o'sha qabrlarga tushib qolar ekan. Kalandimoq odamga 7 ta qabr kovlating, keyin ko'rasiz. O'zimiz qatori bo'ladi, qo'yadi. Men kovlagan qabrlarim ichida ayri alomati borlarnigina aytyapman xolos. Dolim Parasanning qabridan ilon chiqdi. Bizda sutxo'r deyishmaydi. Lahaddangina emas, qabrning ayvonidan ham otilib chiqib ketdim. Men kovlamayman, qo'rqaman dedim labim pirpirab. Qo'rqma dedi. Indamay lahatga kirib ketayotgan Fattohqul aka. Hali ko'rmagansan-da. Ana shu dolim Parasanning otasiga go'r kovlaganimda ham ilon chiqqan edi. Bu ilondan hali yana 5-6 ta chiqsa kerak. Ularning sen bilan ishi bo'lmaydi. Ular o'zlariga kerakli odamni kutib betoqat bo'lishyapti. Haqiqatdan ham lahadni tayyor qilguncha Fattohqul akaning bor jonivor, hali vaqtli, hali u odam kelgani yo'q degani ichkaridan ko'p bor eshitilib turdi. Lahatdan horg'in chiqqan Fattohqul aka chim ustiga o'tirgach tayinladi. Lahat ichida 12 ta teshik bor. Har qaysida ikkitadan 24 ta ko'z yaltirab o'ljasini poylab turibdi.
birovga aytib yotmanglar. Endigisini eshitgan bo'lsangiz kerak. Jannat makon Eshon bobomning qabrlari haqida eshitmagan odam yo'qdir. Qishlog'imizda eshonlar ko'p. Hammasining otini qo'shib falonchi eshon deb chaqirishadi. Eshon bobom bitta. Faqat u kishinigina hamma eshon bobom deydi. Otalari ko'p ulug' olim, Naqshbandiylik tariqatining pirlaridan edilar. Hamma hazratim deb ataydigan bu zot sohibi karomat edilar. O'tganlaridan keyin ma'lum bo'ldiki, hazratimiz avliyolik darajasiga yetgan ekanlar. Hazratimdan keyin ulusga halol haromni ajratib berish Eshon bobomning zimmalarida edi. Eshon bobomdan dars olmagan odam qishlog'imizda yo'q edi. Eshon bobomni yo'qlab butun O'rta Osiyodan ziyoratchilar kelishardi. Ammo Eshon bobom kamtar va kamsuqum inson edilar. To'y hasham ma'rakalarda odamlar bergan ehsonlarni boshqalarga tarqatib ketar edilar. U kishiga qo'yilgan to'nlarni olib ma'rakadan chiqib ketishda darvozada qator turgan odamlarning ichidagi ust boshi yupunroq biror kishining yelkasiga tashlab o'tib ketar edilar. Eshon bobomning darvozasi qishin yozin kecha-yu kunduz yopilmas edi. Eshon bobomni yo'qlab borgan odam yo shogirdlariga dars berayotganlariga yoki namozda o'tiradigan holda o'tirib Qur'on o'qiyotganlariga guvoh bo'lardi. Eshon bobomnikiga bordim, uxlayotgan ekanlar degan odamni ko'rmaganman. Hatto biz bahslashib Eshon ayamdan ham so'raganmiz degandilar bir safar otam. Eshon bobomning uxlaganlarini siz ko'rganmisiz deb uxlaydilar, ammo biz ham ko'rmaymiz degandilar Eshon ayam. Eshon bobomgacha ham, Eshon bobomdan keyin ham qabr kovlashga 10 kishi bormagan. 100 ta talabgorning ichidan tanlab olingan o'sha 10 kishi navbat bilan tushib qabr kovlagan. Ayvoni tayyor bo'lib endi lahadni kovlashni boshlagan edikki, ayvon devorlarida Bismillahirrohmanirrohim degan yozuvlar paydo bo'ldi. Bu paytda bizning qanchalik hayratlanganimizni yashirib nima qildim, vahimaga tushganimizni tasavvur qila olmaysiz. Qibla tarafdagi devordan tashqari uchala devorda ham yozuvlar paydo bo'ldi. Ikkita yigitni qishloqqa choptirdik. Lahad tayyor bo'lguncha haligi yozuvlarning ustidan bir necha Allohu akbar degan yozuvlar chiqdi. Yoshim 50 ga kirib bunaqa sinoatni ko'rmagandim, dedi Fattohqul aka. Eshon bobomning biz bilmagan boshqa xislatlari ham bor ekanda. Qishloqdan odamlar yetib kelganida oldingi 2 yozuvlarning ustidan 3-yozuvlar paydo bo'lib ulgurgan edi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Tumonat odam yig'ildi. Hamma bu sinoatdan lolo hayron edi. Kelganlar yonlaridagi telefonlarida bu yozuvlarni tasvirga ola boshlashdi. Biz vahimada qolib shu ishni ertaroq qilmaganimizga afsus qildim. Sababi yozuvlar 3 qavat bo'lib ketganidan endi ular bir o'qishdan ravon o'qilmaydigan bo'lib qolgan. Ayrimlar bular aniq yozuvlar emas, uzuq-yuluq harflar yig'indisi deyishgacha ham borishgan edi. O'zlaring yozib chiqmadilaringmi deb so'radi hokimiyatdan kelgan kishi. U kishining qo'liga bir cho'pni berdim. Bitta harf yozib ko'ringchi. Haligi odam biror harf yoza olmadi. Ayvon devorining tuproqlari shuvillab to'kilib ketaveradi. Olimlarni chaqirish kerak, dedi kimdir. Gazetadan, televideniyadan odam chaqirish kerak, dedi yana kimdir. Ancha davom etgan bahs-munozaraga Eshon bobomning ukalari nuqta qo'ydilar. Bu Eshon bobomning jannati ekanliklariga bir alomat. Qolaversa qolganlarga, ya'ni sizu bizlarga ham bir ibrat. Bu yerda olimlar qiladigan ish ham yo'q, televizordan ko'rsatadigan narsa ham yo'q. Yuringlar, janozani o'qiylik. Eshitmaganmisiz? Marhumni kuttirmanglar, tez ko'minglar mazmunidagi hadisni. Eshon bobom ham, Eshon bobomga ham maqtar bo'lib qoldilar.